Avtomobil yo'llarining xizmat ko'rsatishi muddatini uzaytirish e'tibordagi masalalardan biri. Biroq bugungi kunda avtomobil yo'llarida me'yordan ortiqcha bo'lgan yuklar bilan harakatlanish holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi hamda Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan me'yordan ortiq yuk bilan harakatlanayotgan holatlarni aniqlash maqsadida reyd tadbirlari o'tkazildi. Transport vositasiga yuk ortishda belgilangan hajm va vazn parametrlariga rioya etmaslik oqibati ayanchli bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Misol tariqasida ortilgan yuk ruxsat etilgan me'yordan ortiq bo'lsa, transport vositasining harakatlanishini qiyinlashtiradi. Ehtiyot qismlarining chidamliligiga ham kamayib, uzatgichlarda yoki boshqa zaruriy qismlarda nosozlik kuzatilishi turgan gap. Shuningdek, belgilangan me'yordan ortiq vazn bilan harakatlangan ayrim yuk avtomobillari yo'llarning holati yomonlashishiga ham sabab bo'ladi. Yuqorida aytilgan qoidabuzarliklar bilan harakatlanayotgan ayrim haydovchilarni tartibga chaqirish, ortilgan yukning vazn va hajm parametrlari belgilangan me'yordaligini nazorat qilish maqsadida boshqa hududlar qatori Sirdaryo viloyati avtomobil yo'llarida ham maxsus o'lchov qurilmalaridan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Transport vositasiga yuk ortishda haydovchilar belgilangan tartibda hajm hamda vazn parametrlariga rioya etgan holda harakatlanishlarini ta'minlash maqsadida ayni vaqtlarda Sirdaryo tuman hududida joylashgan Yangiobod yo'l patrul xizmati maskanida Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda transport nazorati inspeksiyasi mas'ul xodimlari o'zaro hamkorlikda elektron avtomatlashtirilgan ko'chma tarozdan foydalangan holda nazorat reyd tadbirlarini olib borishmoqda. Mazkur joyda agarda vazn parametriga rioya etmagan haydovchilar aniqlangan taqdirda belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125 1-moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishi va tegishli chora ko'rilishi ham ta'minlanmoqda. 2025-yilning 20-fevralda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining qonuni bilan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 1-moddasi bo'yicha ham tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Misol tariqasida yuk tashish qoidalarini buzganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima jazosi qo'llanilishi belgilandi. Shuningdek, umumiy vazn ruxsat etilgan og'irlikdan 10% gacha yoki 10% dan 20% gacha yoxud 20% dan ko'p miqdorni tashkil etsa, tegishlicha jazo choralari qo'llanilishi aniq belgilab qo'yildi. Yuk tashishda ko'rsatilgan tartib va me'yorlarga rioya etish avvalo haydovchining o'z salomatligi uchun, qolaversa atrofdagi boshqalarning xavfsizligi uchun ham foydalidir. Shunday ekan, barcha haydovchilardan yuk tashish qoidalariga qat'iy rioya etishlarini so'rab qolamiz. Nigora Imomqulova, Xo'jakel Safarov, Sirdaryo yoshlar.